رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni ahdiga vafo qilish, ya'ni va'daga vafo qilish. Ahdiga vafo qilish payg'ambarlarningki tutgan yo'li, islomning güzel, büyük ahlaklarının birisi. Biz bu suhbetimizden Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı, Kur'an-ı Kerim'nin ki talimatıdan güzel ahlaklarının biri olan ahdige vafa qilish hakkında mazmunlarını öğrenimiz. Biz suhbetimizni burunqiga o'xshashla Allah subhanahu va taoloning sura Tavbaning 111 oyatidagi "Va man awfa bi'ahdihi minalloh" degan oyatni shuar qilib turib o'zimizga shuni yo'l boshchi qilib turib boshlaymiz. Endi mu'min o'zini to'g'ri yo'lda ketyapman, men bir durus iymonimda durus, tutgan bu yo'limda durus degan mu'min dunyo oxiratida özünün bəgən barlıq əhdisiga vafo qiladi. Küzünü haramlardan saqlaydı. Bu onun imani vədisiga bəgən əhdisiga qılğan bir vafası. Haram maldan yığılıdı. Özünü pakis saqlaydı. Bunun özü, bunun imani vədisi, imani əhdisiga qarta qılğan bir vafası. Allah razı bulmaydigan joylarda bulmaydı. Buyurgan joylarda turdu, tosqan joylardan yiroqlashadi. Mana bu mu'min o'zining Robbidan qo'rqqan, o'zining xohishlariga egishdan tosqan bu mu'min bu. Ana bu mu'min Allah subhanahu va taolani razı qilish uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatgan, Allah'ni Xaliq deb ishongan, Allah'ni Rabb deb ishongan, Allah'ni bu zaminga o'zini egaguvchi deb ishongan bu mu'min bu. Bu mu'min Allah subhanahu va taolaning büyük, güzel asma sifatlariga ishongan va o'zining axloqini Allah'ning güzel asma sifatlaridan, isim sifatlaridan olgan bu mu'min bu. Bu mu'min Allah subhanahu va taolaga bu tirishchanlik orqali yaqinlashgan mu'min. Mana bu mu'min Allohning nazarida saqlangan mu'min. Allah subhanahu va taolo bu mu'minning iymoniy va'dasiga tug'an vafodorligi, qilgan vafodorligining qarshiligida hech qanday chekinmagan, sanoqsiz ne'matlar bilan buningga bergan va'dasiga qana qiladi, vafo qiladi. Mana bu ahdiga vafo qilishning qarshiligidagi mukofotning bir ifodasi. Amaliyotda va'daga vafo qilish Allah subhanahu va taolaninki sifatlaridan birisi. Biz doimo duolarimizda innaka la tuxliful mi'ad deb Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan birini davom qilib turamiz. Yani bunda bir gapmi bor? Sizlar Allohning axloqlari bilan, Allohning xulqi bilan qanaqalar axloqlaninglar. Mana bu axloq babida Allohning asmo sifatlari bilan axloqlanish, Allohning axloqi bilan axloqlanish babda payg'ambarlar birinchi turlik insonlar. Payg'ambarlarning umumiy tarixi bizga shaxsiyati Qur'oni Karimda qissa sifatida bayon qilingan. Ularga nazar tashlaydigan bo'lsak, butun payg'ambarlarning hammasininki son-sanoqsiz, cheklimsiz, cheksiz bir vaqaliklari bor. Va'daga vafo qilishga namuna bo'ladigan, ulgu bo'ladigan. Endi bugun kun kelgan vaqtimizda, navbatdagi hozirgi ahvolimiz qaraganda payg'ambar yo'q atrofimizda. Va payg'ambar bundan keyin kelmaydi. Bosi kim o? Mu'min. Şu payg'ambarlarning yo'lida mangadigan mu'min, şu payg'ambarlarning ko'rsatgan ko'rsatmasini o'zining hayotida tatbiqlaydigan, Alloh azza va jallaning
ta'limotlarini hayotda tatbiqlaydigan mu'min. Endi bugungi kunda biz deymizki, ahdiga vafo qilish, va'daga vafo qilish, qilgan gapida turish, so'zda turish mu'minning sifatlarining birisi. Chunki mu'min yolg'on aytolmaydi. Mu'min xiyonat qilolmaydi. Mu'min boshqalarga hiyla ishlatolmaydi. Bularning hammasi mu'minlarning axloqi bilan zid. Sen birov bilan muomala qilganingda, sen uningdan rahat. U sendan rahat. İçki, tashqi ishki dunyosi olmaydi. Oshkor yushrun dunyosi olmaydi. Boshqalarni o'ylayman degan xiyol olmaydi. Boshqalarga hiyla ishlatish olmaydi. Boshqalarga suiqasd qilish olmaydi. İbn Majah rahimahullah Irbaddan rivoyat qilgan bir asar var. Davatudu bu asar qad taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Mu'minning ahvoli bu asarda bayon qilingan mazmun bo'yicha shunchalik aniq, ro'shan bo'lish kerakki, bu sifatdan sabimli pok bo'lish, masalan, bu qadar uçquluş, kecha kunduz farqlanganidek darajada ro'shan yo'lda menish mu'minning sifati. Bu yo'ldan, bu xil axloqdan chanaydigini faqat tugashgan odam chatnaydi bu yo'ldan dedi. Bu yuqorida o'qigan asrimizda. Amaliyotda hozir sifatlangandek sifatni biz boshqa yerdan topolmaymiz mu'minniki. Men sizlarga takror shakl bir tarjima qilib bersam, qataraktukum alal bayda deganni mu'minning yo'li shunchalik bir ro'shan aniqlidiki, layluha kanahariha, kecha kunduzning farqi yo'q buningda. Ya'ni mu'minning ichki tashqi dunyosi o'xshash. Mu'min bu sifat bilan cho'ng kichik bolaga o'xshaydi. Ya'ni shunchalik sabiy deymiz, odatda kichik bolani sabiy bola deymiz-ku. Hech qanday boshqalarga yomonlik yo'q. Degan gapi ig'izning chiqqanining hammasi rost. Qalbidagi bilan tilidagi ayni shaklda, ya'ni kichik bolaning sabiyligi, kichik bolaning samimiyati, kichik bolaning mustaqilligi, kichik bolaning pokligi mu'minda bor. Mu'minni cho'ng bola deb sifatlasak bo'ladi. O'zi cho'ng odam bo'lgan bilan mu'min, ammo uning vujudi, gap so'zi, yapmangan ishlarining hammasi o'xshash. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotiga qarasak, Rasulullahninki, tabiiyki biz eng burun bir mu'minning, bir shaxsninki asli mohiyatini ko'rmoqchi bo'lsak, sirtdagi boshqalar bilan qilgan muomalasidan burun oilasi bilan qilgan muomalasiga qarasak, buning asli xarakteri, asli abdi bashris deymiz endi. Agar salbiy olsak, ijobiy olsak, asli xarakteri oilasida aniq ifodalanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki oilasidagi ayollar bilan bo'lgan umumiy muomalalari, masalan, oilasining ish a'zolari bilan bo'lgan muomalalarga qarasak, Rasulullohning vafodorligidan boshqa narsani ko'rmaymiz. Uning eng go'zal o'rnikidan birisi. Odatda normalda kishilar to'y qildayli. Ayoli baldur vafot topdi yoki ma'lum sabablar bilan yana bir to'y qildi endi. İkinci ayolini ko'pincha kishilar qanday rozi qiladi desa, ilgirki ayolining yomon gapini qilish orqali uningga yiqilishi. Yoki ikki oilali kishilar bo'lib qolsa, bir ayoliga yana bir ayolining yomon gapini qilib berish orqali yiqilishmoqchi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ayşe radhiyallohu anha Rasulullahga Hadichaning gapini qilgan vaqtida Ayşe dediki, Allah sana onundan yaxşını beğenmedimi de beni üzdün demekçi Ayşe radhiyallohu anha. Yani insanlık, ayallık karakterde Resulullah kisiplandım deydi. La vallahi qatti onda emas deb Resulullah qasam bilan da'vodudu. İkisining yosh farqini qarangmi? Ayşe radhiyallohu anha 10 necha yoshlik kichik qiz, Hadicha radhiyallohu anha Rasulullah to'yga vaqtda 40 yoshdan hal qilgan cho'ng ayol. Rasulullah shunchalik vafodorligini ifodaladiki, takror dedi bu gapni. La vallahi. Kishilar hammasini inkor qilgan vaqtda menga ishonadi. Kishilar hammasi menga baxillik qilgan vaqtda menga hammasini ato qildi.
Kishilar hammasi menga kafir bo'lib, meni inkor qilgan vaqtda menga iymon etdi. Rasululloh bu qilgan yaxshiligini qat'iy unutmayotdi bu yerda. Rasululloh bunda bir ahvoli bor, Rasulullahning bunda bir qissasi bor. Makkani fath qilgan vaqtida Rasululloh Makkaning cho'nglari Rasulullohni bizning oyda bir qo'ngan bo'lsalar deb uyga chaqirdi-da. Rasululloh deydi: "Menga Xadijaning qabrisining qashig'iga bir chedir tikib beringlar." Rasululloh qabrining qashig'i tikilgan chedirning qashig'iga g'alba bayrog'ini o'sha yerga tikdi. Rasululloh nima uchun bunday qildi desa, shuni demakchiki atrofdagi olamga, atrofdagi kishilarga shuni demakchiki, mana bu ayol, bu qabrdagi ayol bu g'albini qo'l keltirishdagi hamroyi. Bu yo'ldagi eng cho'ng yordamchisi. Rasulullohning vafodorligi bu darajada. Bu oilasining ichidagi vafodorlik ko'rinishlaridan bir ko'rinish. Hamda Rasulullohning sahobalari bilan o'tgan hayotiga nazar tashlasak, sahabelerinin içinden mayli Ebu Bekir radıyallahu anhu olsun, Ömer radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, andı başka bütün sahabelara karta Resulullah'ın körsetki vafadarlığı sanaqsız, çeki yok, tasavvurdun, yani normaldın, eşip ketken derecede bir vafadarlık var. Hatta Resulullah'ın ki düşmanlarga karta qilgan vafadarlığını mı? Adem tilga olgan vaqtda biz navbatdagi ahvolimizdan xijil bo'lg'udek, o'tang'udek bir darajada ahvollarni ko'ramiz. Rasululloh atrofdagi dushmanlar bilan, raqiblar bilan ba'zi sulhlarni tuzdi, ba'zi ittifoqlarni tuzdi, ba'zi ahd kelishimlarni qildi. Rasululloh pulliq shuni vafo qilib, tarixda islomning dushmanligi shunchalik zo'rg'o, shunchalik zo'r dushmanlarning İğizidin bir qıtımı Resulullah'ın ahdiga vafo qilmagan, palani kelishimni buzgan, pulu pukuni ahdiga xiloflik qilgan deydigan gapni anglab boqmaymiz. Chunki Rasulullohga va biz bo'lgan mu'minlarga Qur'on nima deb ta'limot turadi? Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Sura Tavba 7-oyat. Ular sizlarga durust muomala qilsa, sizlar ularga durust muomala qiling. Yani to'g'ri muomala qilsa, to'g'ri muomala qilish kerak. Mu'minning dinsizlar bilan, hatto dushmanlar bilan bo'lgan muomala qilish prinsipi bu. Sura Mumtahinaning 8-oyatida la yanhakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Allah subhanahu va taala sizlarga dushmanlik qilib dininglarga qarshi urush etib sizlarni yurtingizdan chiqarmaganlar bo'lsa, ya'ni sizlar bilan ittifoq o'tgan har qanday dushmanga yaxshilik qilib, adolatli muomala qilsanglar, buni undan Alloh to'smaydi dedi. Bu insoniy bo'lgan aloqa chekchagasi prinsipi bu. Yani dushmanlarga qanday muomala qilishni Qur'on bizga o'rgatgan. Bu nuqtadan mayli Rasulullohning hayotida bo'lsin yoki boshqa mu'minlarning hayotida bo'lsin, haqiqiy mu'minlarning dushmanlarga hatto vafodorligini ular bilan qilgan to'xtam, kelishim, birilgan so'z, va'dalarga nisbatan naqadar vafoliq bilan tutqanligini, o'zining so'zini, o'zining va'dasida, gapida turganligini biz ko'rib olamiz. Masalan, bunda bir ahvol bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan bir vaqt bor. Bu Rasulullohning Makkadagi vaziyatlarining eng yuksalgan, eng xatarli bir paytga tushgan holati. Ya'ni Makkada Rasulullohni o'ltasi buludu deb bunda o'ltirilish qarori chiqarilib bo'lgan vaqtlar. Qaranglamashqa. Dushmanlari Rasulullohning qonini halollayotdi. O'ltirilish qarorini elayotdi. O'ltirilsa buldi deyotdi. O'sha dushmanlarning hammasi o'zining omonatini Rasulullohning qishdi qo'ydi. Rasululloh hijrat qilgan vaqtda Rasulullohda Makkadagi bir qism kishilarning omonati o'tdi. Rasulullah'ın peygamber oluşundan ilgili emin deydiğin sübütünü hem öyle biliriz. Yani işençilik deydiğin sübütünü. Kureyşliklerinin hemmisi dedik, özünün mallarını Resulullah'ın karşısında amanet koygan. Şimdi olan Resulullah bu amaneti, düşmanın amaneti, Resulullah'ın kanını halallagan kişilerin amaneti, rakip düşmanlarının amanetini ada kılış için Ali radıyallahu anh'ını kurbanlık kıldı Resulullah'a. Özünün orunda yatqızdı, yani özünün uyda yatqızıp qo'yib o'zi chiqib ketdi. Agar büyük ehtimal şu vaqtida
Ular Ali radhiyallohu anhuni Rasululloh deb o'ylab o'ldiritishi mumkindi. Faqat omonatni ado qilish uchun. Balkim bugünkidek tasavvurimiz bo'lib qolsa, o degan dushmanning meli bo'lgandan keyin g'animat o deb ap ketishim, ya Rasululloh unda qilmadi. Dushmanning olsa-mu omonat o. Omonatga vafo qilish islomdagi buyuk axloqlarning, islomning asosiy prinsiplaridan birisi. Qur'oni Karimda İbrahim alayhissalomni sifatlagan bir sifat va bu sifat odamning yurak to'rlarini titratadigan sifat. Va İbrahim allazi waffa. İbrahim alayhissalomning voqeligini deb kelib, İbrahim alayhissalomni tilga olgan vaqtida boshqa ishlarini qo'yib turib, bunday deydi: "Waffa." Vafo qilgan deydi. Vafodor deydi. Qur'on mushuni asos qilib turib İbrahim alayhissalomni cho'ng tilga olyapti. Chunki buning qarishisida İbrahim alayhissalomningki tilga olingan sura 37-oyat sura Fatihninki. Buning qarishisida sura Arafning 102-oyatida vafo qilmagan va vafo qilmagan odamning sifatlarini nima deb sifatladi Qur'on? Va ma wajadna li aktharihim min ahdin. Ularning ko'pincha va'dasi tutmaydi. Ve in wajadna aktharahum la fasiqin. Ko'pincha fasiq bularning Qur'on qarama farqqa. Payg'ambarlarning otisi, muvahhidlarning yo'l boshchisi bo'lgan İbrahim alayhissalomning boshqa sifatlarini qo'yib bunda aytadi: "Waffa." Vafodor degan sifatni tilga olgan bo'lsa, qarish tarafda, ya'ni fasiq, sükülüdüğün, ayıplanılgan kişilerninki nima ayıpını, nima kamchiligini tilga oladi, va'da vafo qilmaydi, fasiq bo'ladi deyapti. Bir mu'min iymon aytgan vaqtida, iymon aytib har namozga kelib, qiblaga oldini qilib, Allohga yuzlangan vaqtida haj qilgan bo'lsa, Baytullohning oldida turib Allohga iltijo qilgan vaqtida, şu qora toshni, Hajrul Aswadni so'ygan vaqtida, Mina Arafatlarda turib Allohga duo qilgan vaqtida o'zi uqmaydi-ku mu'min Allohga va'da bergan bo'ladi. Alloh bilan ahdlashgan bo'ladi. Endi o holatlarni qaytib normal hayotga qaytgan vaqtida, kishilar bilan muomala qilgan vaqtida bergan va'dasiga, bergan ahdisiga, Alloh bilan tuzgan iymoniy to'xtamlarga ko'pincha kishilar unutib qoladi. Halbuki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni nima sifatlaydi? Allazina yufuna bi ahdillahi va la yanquduna al-mithaq. Mu'minlarning sifati bu. Allohning va'dasiga vafo qiladi, tuzishgan ahdi, misoq to'xtamlarni buzmaydi. Bu yerda qana to'xtam bor mu'min bilan Allohning o'tirida Allohning ko'rsatmalarini hayotiga tatbiqlash to'xtami bor. Mu'min bu to'xtamga amal qilish kerak. Agar bu to'xtam buzildimi, insonning hayoti tugadi. Hech narsaning kafolati qolmaydi u vaqtida. Mu'min bikaga mu'min emas, va'dasida chang tug'anlik uchun mu'min, ahdisida chang tug'anlik uchun mu'min, tuzgan to'xtam misoqlari chang tug'anlik uchun mu'min. Agar mushu kafolatga ega qilingan vaqtida u mu'min boshqa mu'minga rahat bir muxotabga aylanadi. Muomala qilsang rahat qilsa, gap qilsang ishonsa, va chunki oldimaydi, seni quyvatmaydi, bizga Uyg'urda quyvatish deymiz. Bularning hammasi mu'minning Alloh bilan bo'lgan ahdi misoqlarining ta'sirida bo'lgan ish. Vafodorlik oddiy ish emas. Biz nima uchun vafodorlik babida Alloh bilan bandaning o'tirdagi vafoga bakroq kuchaymiz? Chunki qachoniki mu'min Allohga bergan va'dasiga amal qilganida sura Maidaning 1-oyatidagi ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud degan bu buyruqni o'zining hayotiga tatbiqlagan vaqtda insonlarning haq-huquqlariga rioya qiladigan, ularga bergan so'z va va'dalarga turadigan, ular bilan tuzishgan ahdi to'xtamlarga rioya qiladigan bo'ladi. Bizning hayotimizdan bu nuqtada ko'tarilib ketdi, qarindoshlar. Yig'ilib bir narsalarni deyishimiz, bir planlarni tuzishimiz, endi bunda qilimizmi? Undan keyin yo'q. Deyishgan so'z, biriga bergan va'dalar hech nimaga hisob emas. Xuddi ko'ngil ichib choy ichgandek muomala qiladigan ahdi to'xtamlarga. Bir to'xtamlarni tuzimiz, manfaatimiz unga kamay qolib qolsa, bahonalarni tepib uni
çuvutimiz. Hatta eğer sotqa berip sotda bizning menfaatimiz chiqib qolsa, şu sotning hukmi bilan rahatlanamiz. Halbuki qiyomatdagi şu to'xtamni buzganligimiz sababli, şu va'daga amal qilmaganligimiz sababli Allah subhanahu va taolaning oldiga borganda so'riladigan ahvollarni biz esimizga olmaymiz. Amaliyotda bu ahvollar intayin ko'p bo'ladi. Ikki odam birga tijorat qildi deyli. Tijorat qilgan vaqtida ko'pincha to'xtamni buzishga urinadigan taraf kuchli taraf bo'ladi, ojiz taraf emas. Chunki kuchli tarafning manfaati to'xtamni buzishda ko'p o'rin egallaydi. Eng muhimi shu, sen kuchli turib to'xtamni buza oladigan, chunki ojiz taraf to'xtamni buzaman deb buzolmaydi. Uni kuchli taraf buzg'ilib qo'ymaydi. Ammo kuchli taraf özünün menfaatini chiqish qilib turib, menfaatiga qarab turib, ya to'xtamni davomlashtirdi yoki to'xtamni buzdi. Eng Allohning nazarida eng vafodor, eng darajasi yuqori odam nima desa, to'xtamni buzish imkoniyati bor turib, ya'ni kuchli turib, buza oladigan turib qanday qilmaslik, to'xtamni buzmagan odam eng a'lo darajadagi. Chunki uning kallasida mush to'xtam Alloh bilan tuzgan to'xtamga o'xshaydi. Bu ikki odam o'tirib tuzgan. Chunki to'xtam masalasi mu'minning iymoniy sifatlaridan birisi. Aksicha munofiqningki to'xtamni buzish munofiqning alomatlaridan birisi. Payg'ambar alayhisalom hadis dedi-ya, ayatul munafiqi salas iza hadasa kaza. Ya'ni munofiqning alomati 3, so'zlisi yolg'on so'zlaydi, omonat qo'yilsa xiloflik qiladi va duasa uning xiloflik qiladi. Yani to'xtamni buzish, ahdi misaq tutmaslik, so'z tutmaslik va duasa xiloflik qilganning qatoridan bo'ladi. Ba'zi kishilar endi bergan va'dalariga vafo qilmaydi. Buni ko'rsatgan sababi, bahonasi qarshi taraf vafo qilmadi. O'qigandan keyin men boshqa qildim. O gibi tutmagandan keyin men tumudim. Ammo qarshi tarafning gapida turolmaganligi, qarshi tarafning va'dasiga xiloflik qilib san xiyonat qilganligi san uzrlanmaydi. Sen o'zingning ishidan so'ralsan. Payg'ambar alayhisalom nima deydi bu haqda? Va la taxun man xana. Sana xiyonat qilgan odamga xiyonat qilma. Chunki xiyonat mu'min sifatiga qarshi ayrim bir sifat u. Boshqalar san qanday qilsin? O'zingni boshqalarning zulmidan saqla, tamam. Zarardan saqla, tamam. Ammo xiyonat bilan ular rat qaytirish qo'ymaydi. Ma nuqta qalda iniq bo'lish kerak. Amaliyotda boshqalar bilan to'xtam tuzib, va'daga vafo qilgan vaqtda mush sabablik bak diqqat qilmaymiz bu nuqtaga. Zehnimizga bak olmaymiz buni. Mush sabablik mu'min eng yuqori darajaga chiqadi. Agar mashta bo'laversa, mu'min boshqalarning orasida, boshqalarning o'tirida rahat muomala qiladigan bir obyektga aylanadi. Shuning bilan boshqalar mu'min bilan muomala qilishga qiziqadigan bir narsaga aylanadi. Chunki mu'min shunga ishonadiki, men boshqalarga bergan va'damga vafo qilganim, amaliyotda Allohga bergan va'damga vafo qilganlik. Ammo g'ayri mu'min emas odamlarcha uning vafosi asosligi manfaatiga qarab bo'ladi. Manfaatning o'zgarishiga ergashib bo'ladi. Masalan, g'ayri musulmonlarning bugungi kunda savdoda gaplarida turadigan, savdoda ma'lum prinsiplarga amal qiladigan ahvollarini ko'rib ba'zi qiziqib qoladi qarindoshlarimiz. Qachon ashuning savdosining umumiy manfaati bu nuqtadan hal qilgan vaqtida, undan keyin ularning attibashisi shu vaqtda echiladi. Bu va'daga vafo qilish oddiy ish emas. Jamiyatning normal intizomining, muomala intizomlarininki, o'zaro bir-biridan aralashish, muomala qilish, ilm birim qilish intizomlarininki muqimlashish, sistemlashishiningki asosiy qism va asosiy oldingi qadam bosqichlarning birisi. Chunki va'daga vafo qilmading degan gap kishilar bilan tuzishgan to'xtamlarni amaldan qoldirding degan gap, bergan va'dalaringni amaldan qoldirding degan gap, tuzgan ittifoqlaring amaldan, demak jamiyatdagi bir tuzilma yo'q, qayda kishilarning o'tirida. U vaqtda hech kimga qana qilolmaydigan, ishlamaydigan bo'ladi. Biz bilamiz, kichik vaqtlarimizda
Qısılıb qalğan vaqtlarımızda başqalardan qarz ala alaydı kişilər birisi-birisindən. Əms 1 yıllık alama, 2 yıllık alama deb. Amma vaqtning o'tishiga ergashib bağan sirə qarz versem alamayman deydigan bir xil ang shakllanishlar hech kimga qarz vermaydigan zodi o'zining alohida bir chiqish manfaati bo'lmagan ahvol ostida birisiga qarz vermaydigan ahvol shakllandi. Bu nima uchun desa, dal ahdi va'daga vafo qilmaganlik degan gapni tumg'anlik sababidan shakllangan bir muhit. Demak, masala oddiy o'g'an bilan mohiyatda intayin büyük bir mesele. Mümin muşu noktaga alohida diqqat qilishi. Biz davomli davatimiz islom güzel axloqlarning hammasi iymonning asosiy taraflaridan birisi. Chunki bu orqali asosiy nishon güzel bir jamiyat qurilishi, xotirjam bir jamiyat qurilishi, hammadan rahatsiz bo'ladigan muhitdan hamma odamni qutuldirish masalasi. Müminler öz jamiyatlarida bir-birisidan rahat yaşayanmasa, bir-birisidan emin yaşayanmasa, bu cemiyette hiç qanday boshqa shakl. U iymonning asosiy vazifasi shu. İslamning asosiy vazifasi shu. Shaxsning ichki dunyosini tozalab o'ngshash orqali jamiyatni o'ngshash. Bu orqali atroflarning hammasining o'ngshilishi, dunyoning shu orqali go'zallashishi islomning asosiy maqsadlaridan biri. Hadis qudusida keldi. Davatida ikki shirkning birisiga xiyonat qilmasa, uchinchisi men davatida. Hadis qudusida. Endi musha kelgan vaqtda ba'zi kishilar mushadisini yaman yuzaki tushunib oladi. Ya'ni ikkidan birga tijorat qilib, ma'maning haqqini yemasa, Alloh bu ikki tijorat bilan birga bu tijorat barakat topib, to'g'ri, buni o'z ichiga oladi. Ammo masala bundan büyük. Xiyonat qilish degan nima demak? Buni men bir misol bilan so'zlay. O faqat qarshi tarafning pulusini, haqqini evilishlar xiyonat qilish emas. Ma'naviy haq huquqidan tortib asli tuzishgan deyishgan asli to'xtam kelishimlarning hammasiga vafo qilish kerak. Masalan, deyli, ikki odam birga tijorat qildi. Bir shirkatni birini qurdi. Biriningda tajriba bor, mo'l tajriba. Yana biriningda mablag' bor. Shirkatning ikkisi birga qurib, ma'lum tijoratlar yurishib bir yerga borgandan keyin pul va odam Anın tecrübesiga muhtoj olmaydigan bir yerga yetdi. Chunki birga qilgandan keyin u tecrübe yurganda ishga tashqi hammani ko'rdi. An chiqarasimi sodisi normal bo'ldi. Dal masalaning ko'psin 90% mishadan chiqadi. Aslida uningga ehtiyojliqdi, buningda pul vatdi. O o'zining ma'lumotini, tajribasini soldi, bu bizning pulisini soldi, birga qildi. Ma'lum vaqtdan keyin uning tajribasining hammasi buningda bo'ldi. Endi bu pul va odamningki u odamning tajribasiga, ma'lumotiga hech ehtiyoj yo'q. Nima deydi? Asharni ardimiz deydi. Mushuning o'zi xiyonat. Intayin ig'ir xiyonat. Bu xiyonat qiluvchini oxirisida tugashtiradi. Shunga ergashib, agar bu umumlashsa, shu jamiyatni tugashtiradi. Sura Hajning 38-oyatida Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Innalloha la yuhibbu kulla xawwanin kafur. Xiyonatni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yaxshi ko'rmagan odamning oqibati yaxshi chiqmaydi. Shunga bizning ishlarimizning ko'pinchisininki oxirigacha mangmasligining sababi, bayram bo'lishining sababi dal xiyonat masalasi. Ko'p hollarda tijorat mush ishlarda yuz bergan bo'lg'achqa biz misolni mushayni olishga majbur bo'ldik. Yana xiyonatningki deganimizdek nurg'un misollarni oldik. Moddiy shaklimi rad qilinadi. Biz uni qabul qilmaymiz. U xato o'xshash. Ma'naviy shakllarimi xato. Bütün darajalarning hammasi islomda to'liq rad qilinadi. Yani biz hech qanday turli xiyonatga, cho'ng, kichik har qanday xiyonatga biz islom nomidan qarshi, islomning go'zal axloqlarining birisi mushtarablarning hammasiga qanday qilish, vafo qilish, har haq egisining haqqini berish, uning haqqiga qanday qilish, rioya qilish, mana bu islomning go'zal axloqlariningki birisi. Yani inson Alloh subhanahu va taolo bilan va'dalashgan vaqtida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deb iymonga kirgan vaqtda Alloh bilan va'dalashgan bo'ladi. Endi inson mushu va'dasiga vafo qilmaganida, mohiyatga cho'ng kichik va'dalarning hammasini o'z ichiga oladi. Vafo qilmaganida
Allohga osi bo'ladi. Mu'min cho'qim Allohga itoat qilib yashash kerak. Allohga itoat qilib yashash kerak. Ammo shunda va'daga vafo qilmadi, itoatdan qana qilgan bo'ldi, chiqqan bo'ldi. Sura Nahlning 91-oyat Allah subhanahu va taolo va awfu bi ahdillahi idza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Bu da qarasak, Qur'onga biz umumiy nuqtadan qarasak, Qur'onda xeyli biz cho'ng deb qaragan ishlar yo'q. Lekin shunga o'xshagan dinning asosiy qismlaridan birisi, dinning islomninki bizga avatlashga tub negizidagi maqsadlaridan bo'lgan mana va'daga vafo qilish masalalari intayin ko'p tilganlik. Oyatni haqi nurg'ulgan oyatida sizlarni o'qidim. Hozir o'qigan 91-oyatdami Alloh va'daga vafo qilishga buyuryapti bizni. To'xtamlarni, qasamlarimizni buzmaslikqa qanday qilyapti, buyuryapti. Bo'libmi tijoratchilar, takror deb qo'yay, tijoratchilar bu nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Masala tijoratchilikda eng ko'p ko'riladi bu. Chunki manfaat masalasi. Dal negizlik chatoq ya manfaat taqashqandan keyin bulanmaymiz. Manda bir mazmun bor asarlarda. Eng yaxshi kasb tijoratchilarning kasbi. Eng yaxshi kasb tijoratchilarning kasbi. Deb bo'lib, bu tijoratchilar qanday insonlar desa, tijoratda so'zda yolg'on so'z demaydi deydi. Va'da qilsa xiloflik qilmaydi. Boshqalar omonat qo'ysa xiyonat qilmaydi. Alo vaqtida so'kmaydi, sata vaqtida maqtab uchamaydi. Ularning elish olgan vaqtida boshqalarni qiynab qo'ymaydi. Ularning birish olgan vaqtida suzab qo'ymaydi. 7 sifat. 7 sifatni o'ziga hozirlagan tijoratchi dunyodagi kasblarning ichidan eng yaxshi kasb deydi. Mana bu xil tijoratchilar qiyomat kunisi payg'ambarlar bilan billa, siddiqlar bilan billa bo'ladigan tijoratchilar bo'ladi. Hamda rostchil savdoga payg'ambar siddiqlar bilan billa bo'ladi deb bir gap bor. Nima uchun rostchil savdogarlarga, vafodor savdogarlarga buncha daraja berilgan desa, buni amaliy tarixiy reallik qarab bakmak tushunaymiz. Chunki rostchil savdogarlar o'zining rostchilligi bilan, o'zining vafodorligi bilan payg'ambar ado qilgan vazifani ado qila oladi. Masalan, bilamiz Indoneziya taxminan 250 million atrofida musulmon yashaydi. Dunyodagi musulmon nufusi eng ko'p davlatlarning birisi. 250 milyon yaqin musulmonning musulmon bo'lishiga tub sabab bo'lgan narsa nima? 9 dona savdogar. 9 savdogar. Chunki buning muomalasi go'zal, rostchil, o'zining akaga mollari sifati yaxshi, bahasi normal, haqini oldimidi. Hatto xaridalar farqlantirolmaydigan, o'xshamaydigan darajalik malni, masalan, farqini ayirgan shaklda azan, qimmatni qimmat sotdi. Ariyanmadigu, farqlantirolmadigu deb lam azinni qimmat yoki boshqa shaklda boshqalarni qanday qilmadi, oldimidi. Bu xil ahvol boshqalarning diqqatini tortadi. Chunki boshqalar shunchalar manfaatning oldidagi buning omonatdorligi, buning ixlosi, mollarining yaxshiligi, bahosining normalligi, bu odamning manfaatga unchubak manfaat uchun masalalarni ostini ustidan qilmaganligini ko'rgan vaqtida vujudidan bularningki naqadar nima uchun bu qadar bo'lib qolganligini izlanadi. Buning orqasidagi turtki kuch, sabab, omilning nima ekanligini bular izlaydi. Bu orqali bular islomni topadi. Amaliyotda tijoratchi sog'lom, amin, pok, iffatlik bu tijoratchi mush tijorat orqali, muomalasi orqali o'zi bir nimaga aylangan bo'ladi? Da'vatchiga aylangan bo'ladi. Agar odam durust bo'lsa, ahdiga vafo qiladigan bo'lsa, buning hamma holati da'vatchi amaliyotda. U maxsus men da'vatchi deb da'vatchining kiyimini kiyib, maxsus da'vatchilikni qilib, o'ziga kasb qilishning hojati yo'q. Bugungi bularmi bugungi kundagi jamiyatimiz maxsus da'vatchilarga bak ehtiyoji yo'q. Nimaga ehtiyoji bor? Sog'lom,
pulni ko'zlamaydigan kishilarni davolashni ko'zlaydigan doktorga kasalga kuyunadigan buni o'zi da'vatchi. Boshqalarga kuyunadigan, boshqalarning haq huquqini qo'g'dayman deb o'tirib chiqqan advokatga ehtiyoji bor. Buning o'zi da'vatchi. Boshqalar vujudidan kuyunib, boshqalarning sog'lomligi, rohati uchun ishlaydigan injener, buning o'zi da'vatchi. Boshqalarga yaxshilikni o'rgataman deydigan o'qituvchi. Demak, butun kasb egalarining hammasi o'zining kasbini o'zining sog'lom niyati orqali, yaxshilikka sarf qilish orqali da'vatga o'zgartiradi. Hammadan da'vat bo'laydi. Oshxona ochgan oshpozildan tortib, bir kirakashdan tortib, o'zining shu sohasida da'vatchiga aylanadi. Bir odamning omonatdorligining o'zi bir da'vat. Rostga qilganning o'zi bir da'vat. Va'dasiga vafo qilib, ahdi misoqlarga amal qilganning o'zi bir da'vat. Ya'ni bir prinsip o'ngshaldi, niyat o'ngshaldi, ixlos o'ngshaldi, odatda ishlarni nimaga aylandi? Da'vatga aylandi. Shunda deymizki, mu'minning odatimi ibodat. Mu'minning odatimi ibodat, munofiqning ibodati jinoyat. Saqlab olish tegishli gap. Mu'minning odati ibodat, munofiqning ibodati jinoyat. Chunki mu'min nima ish qilsa, saqlam qiladi, asli prinsipga tushib qiladi. Munofiq valav ibodat qilgan taqdirdami, u yomonlik uning orqasiga zarar, boshqani aldash, go'llash, boshqa shaklda ko'rinish, saxtlik qilish, ko'z bo'yash yushungan bo'ladi. Shuningdek, qilgan ibodati ham nima? Ham jinoyat. Chunki bu mu'min mayli do'kon ochadigan bir do'kondor bo'lsin, ambulatoriyasi bo'lgan bir doktor olsun, yoki bir ishxonasi va advokat olsun, nima ish qilsin, nada ish qilsin, u ishida durust, o'zining ishiga ixlos qiladi, boshqalarga kuyunadi, o'zining kasbini boshqalarga xizmat berish orqali, mulozimat qilish orqali o'zi pul tepish degan uqumni to'g'ri tushungan bo'ladi. Qanaqdir pul tepishlar emas. Bugungi kunda ahvol o'zgarib qoldi. Ko'pincha kishilar boshqalarga qiladigan xizmatni bak o'ylamay pul tepishlarni o'ylaydi. Amaliyotda har kasb egasi pul tepish uchun boshqalarga shu pulning badalida bir xizmat berish kerak. Uning qarshiligida bir narsa berish kerak. Ammo bugungi kunda cho desa majbur bo'lib qolsa biridi, majbur bo'lmay qolib qolsa, shu bermaydigan amallar bo'lsa, masalani azaytib pullar topsa bo'ladigan holat kelib qoldi. Bu bir omonatsizlik. Bu bir xiyonat amaliyotda. Bir odam o'zi og'onga tushliq boshqalarga xizmat qilish kerak, mulozimat qilish kerak. Shu mulozimatning badalida pul oldi, halol yashadi. Buning hammasi u odamga nisbatan ibodat hisoblanadi. Insonlar bo'lsin, mu'minning o'zining normal kasblaridan qilgan har bir yaxshiligi hargiz zayoat ketmaydi. Qur'on alayda eskartdiki, sura Sajdaning 18-oyatida afaman kana mu'minan, mu'min bo'lgan odam degani hayotda mu'min yashagan, mu'min muomala qilgan boshqalar bilan go'zal muomala qilgan odam kaman kana fasiqan, yo'ldan chiqqan odamga o'xshamdi, fasiqqa o'xshamdi. Boshqalar muomala jihati go'zal muomala qilgan odamning erishilgan natijasi bilan agri muomala qilgan odamning natijasi o'xshamdi. To'g'riga qilgan odam bilan xatoga qilgan odamning natijasi o'xshamdi. Hargiz o'xshamaydi. Kishilar oxirgi so'nishda o'zini nima oldim, manfaat oldim deb o'ylaydi. Natija unda olmaydi. Qur'on dedi buni. Mu'min holat yashagan, dinimizdek islom axloqlarini hammasini o'zining hayot tatbiq qilgan holatda yashab o'tgan kishilarning oxirgi erishadigan natijasi bilan undan g'ayri aks taqdirda aks yo'lda mangan kishilarningki hargiz o'xshamaydi. Allah subhanahu va taolo hammalarni va'dasiga vafo qiladigan, ustiga tushgan omonatlarni joyida ado qiladigan, omonatiga vafodor kishilarning qatoridan qilsin. Bizdan bu islomning go'zal axloqini ayirmasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.